Turkmaniston fuqarolari Amerika Qo'shma Shtatlariga vizasi uchun $15,000 garov puli to'laydi. Voronejda ayrim kasblarda migrantlarga qo'yilgan taqiq 2026-yilda ham uzaytirildi. Hindistonda qiziqarli voqea sodir bo'ldi. O'g'ri ventilyatsiya teshigida tiqilib qoldi. Parijda 900 kilometrlik probka hosil bo'ldi. Assalomu alaykum, dasturlarimizni boshlaymiz. O'zbekistonda aholi semirib ketmasligi uchun kartoshka chipslariga nisbatan soliqlar oshiriladi. Ushbu tizimi 2026-yil 1-apreldan e'tiboran kuchga kirishi kutilmoqda. Turkmaniston fuqarolari Amerika Qo'shma Shtatlariga vizasi uchun $15,000 garov puli to'laydi. Amerika Qo'shma Shtatlari garov puli to'lash talab etiladigan davlatlar ro'yxatini kengaytirdi. Yangilangan ro'yxatga Turkmaniston, Butan, Botsvana, Markaziy Afrika Respublikasi, Gvineya Bisau va Namibiya kiritildi. Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari $5,000 dan $15,000gacha bo'lgan garov chorasi xorijliklarning viza muddati tugagach mamlakatda qolib ketmasligi oldini olishga qaratilganini bildirib o'tgan. Voronejda ayrim kasblarda migrantlarga qo'yilgan taqiq 2026-yilda ham uzaytirildi. Voronej viloyati gubernatori Aleksandr Gusev ayrim sohalarda migrantlarga qo'yilgan taqiqni 2026-yilda ham davom ettirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Chet elliklarga suv yig'ish, tozalash va tarqatish idoralarida, shuningdek, oqova suvlarni yo'q qilish va qayta ishlash korxonalaridagi faoliyat taqiqlandi. Cheklovlar chakana savdoga ham tegishli. Faqat avtomobillar va mototsikllar savdosi bundan mustasno. Biroq migrantlarga yuk tashuvchi, farrosh, dvornik, usta va umumiy ishchi sifatida ishlashga ruxsat beriladi. Bundan tashqari chet elliklarga yer usti yo'lovchi tashish, telekommunikatsiya, ta'lim, sog'liqni saqlash va yetkazib berish xizmatlarida ishlash man etiladi. Shuningdek, migrantlarga qariyalar va nogironlar bilan birga yashashni talab qilsa, ularga xizmat ko'rsatish mumkin bo'lmaydi. Chet elliklarga uy-joysiz ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish ham taqiqlanadi. Diqqat, o'ta muhim eslatma. 1-yanvardan Rossiyaning deyarli barcha regionlarida patent narxi qimmatlashgan. Shunga qaramasdan banklar ilovalari eski narxni ko'rsatmoqda. Bunga aldanib qolmang. 1-yanvardan oldin to'laganlar farqni to'lamaydi. Lekin 1-yanvardan keyin to'laganda yangi narxni to'lash shart. Aks holda patentni amal qilish muddati tugatiladi. Fransiyaga o'tamiz. Parijda 900 kilometrlik probka hosil bo'ldi. Qor yog'ishi sabab yuzaga kelgan tirbandlik tufayli avtomobil yo'llarida tezlik soatiga 80 kilometrdan oshmasligi belgilandi. Yuk tashuvchi mashinalar harakati taqiqlandi. Shuningdek, 15% ga aviareyslar bekor qilindi. Hindistonda qiziqarli voqea sodir bo'ldi. O'g'ri ventilyatsiya teshigida tiqilib qoldi. Uy egalari bu paytda ko'chada bo'lishgan, qaytib kelgach, noma'lum shaxs ventilyatsiya teshigida qolib ketgani payqashgan. Shundan so'ng erkakni qutqarish uchun politsiya chaqirilgan. Rossiyaga farzandi bilan kelayotgan xorijliklar uchun ma'lumot. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi migratsiya markazi bolalarga ham registratsiya qilish va uni uzaytirish shartligini eslatmoqda. Birinchi, xorijlik o'zining mehnat patenti asosida farzandining registratsiyasini uzaytirib olishi mumkin. Ikkinchi, agar xorijlikning Rossiyada bo'lish asosi bo'lmasa va bolasiga ham hujjat qilib bera olmasa, u mamlakatni tark etishi shart. Uchinchi, xorijliklar reyestrga kiritilganda bolalarni bog'cha va maktablarga joylay olmaydilar. Hujjatsiz bolalar ham reyestrga kiritilishi mumkin. To'rtinchi, bolalar ta'lim muassasalariga qatnamaydigan ota-onalar fuqaroligidan qat'iy nazar ma'muriy qoidabuzarlikni sodir etadi. Beshinchi, o'z majburiyatlarini qo'pol buzganlarning Rossiyada bo'lishi nomaqbul deb topilishi va ularga kirishga bir umrlik taqiq qo'yilishi mumkin. 2026-yil 28-yanvardan Rossiya Ichki ishlar vaziri va Maarif vazirligi migrantlar bolalari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan o'zaro almashishni boshlaydi. O'zbekistonga o'tamiz. O'zbekistonda do'konlardan Nestle bolalar ovqati xavfli toksin sabab olib tashlanmoqda. Mamlakatda Nestle bolalar ovqatining ayrim partiyalarini ixtiyoriy ravishda qaytarib olish e'lon qilindi. Kompaniya ehtiyot chorasi sifatida mahsulotlarni savdodan olib
tashlashni boshladi. Gap quruq sutli va nordon sutli aralashmalar, shuningdek davolovchi aralashmalar haqida ketmoqda. Qaytarib olish non-optipra mahsulotlarning ayrim partiyalariga taalluqli. Sabab tarkibiy qismlardan birida tashqi yetkazib beruvchidan olingan arachidon kislotasi, ya'ni siruli toksini bo'lishi ehtimoli. Ota-onalarga tavsiyalar: mahsulot partiyalarini tekshirib ko'ring. Aralashmani vaqtincha ishlatmay turing. Kompaniyaning rasmiy tushuntirishlarini kuzatib boring. Ushbu videoni albatta ulashing. Bu ma'lumot bolali oilalar uchun nihoyatda muhim bo'lishi mumkin. Samaraga o'tamiz. Samara shahrida 5 qavatli uy tomida qor tozalayotgan erkak yiqilib tushdi. Ma'lumotlarga ko'ra, u xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan holda ishlagan. Hodisani ko'rgan qo'shnilar zudlik bilan tez yordam chaqirishgan. Ayni paytda jabrlanuvchining salomatligi haqida rasmiy ma'lumot berilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda uning migrant ekani haqida xabarlar tarqalgan, ammo bu ma'lumot hozircha tasdiqlanmagan. Qo'shimcha qilib aytamiz, yiqilib o'lmay desangiz, so'nggi paytlarda xorijda ishlayotgan o'zbek muhojirlari orasida baland qavatlardan yiqilish holatlari keskin ko'paymoqda. Bu tasodif emas, xavfsizlik qoidalariga amal qilmasligi sababdir. Siz Batman emassiz, arqonsiz himoya vositalarsiz ishlay olaman deb o'zingizni ko'rsatishni bas qiling. Yiqilib o'lmay desangiz, quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Balandlikka chiqqanda saqlovchi kamar, ya'ni strixovka taqing. Har kuni ishdan oldin asbob uskunani tekshiring. Eski, siniq, yupqa podyomniklarga chiqmang. Muzlagan yuzalarda ishlamang. Himoya shlemi, qo'lqop va maxsus oyoq kiyimsiz ishga tushmang. Alkogol ichimlikdan keyin ishga chiqmang. Toshkentga o'tamiz. Tunnelda ayolga shahvoniy shilqimlik qilgan erkak qo'lga olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar Farhod bozori yaqinidagi tunnelda noma'lum erkak bir ayolga nisbatan uyatsiz harakatlar qilgani haqida video tarqaldi va ushbu holat turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur holat bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, 6-yanvar kuni taxminan soat 18:50 larda noma'lum shaxs Uchtepa tumani Lutfiy ko'chasida 1996-yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan uyatsiz buzuq harakat qilgan va voqea joyidan qochib ketgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida erkakning shaxsi aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, u 1993-yilda tug'ilgan Andrey bo'lib, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Hozirda ichki ishlar tergov tomonidan tekshiruv o'tkazilmoqda. Tekshiruv yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Ushbu shaxsning nojo'ya xatti-harakatlaridan jabr ko'rganlardan 71 231 95 20 raqamiga yoki 102 qisqa raqamga murojaat qilish so'raladi. Mayli, men kattaman-da, o'sha o'zimizning militsiya akalarimizni, o'zimizning yaqinlarimizni baribir u kimni farzandi bo'lib qolsa-chi yoki u kimni jiyani, singlisi, qizi bo'lib qolsa-chi, bu videoni maksimal tarqatinglar. Iloji bo'lsa, peshxoddan o'tinglar, tunnelga tushmanglar, iltimos tushmanglar tunnelga. Yosh bolalar, qizlar, o'g'il bolalar farqi yo'q, tushmanglar. Peshxoddan o'tinglar. O'sha yerda turdim, men kichkina bolalarni tushmanglar deb. Men 30 yosh bo'lib turib qo'rqib ketdim, ishonasizlarmi? Nima qilishni bilmay qoldim. Itarib yuragim shunaqa tez urib ketdi, chiqib ketdim. Videoni maksimal tarqatinglar. Yangiliklar bilan sizni Dilshod Umarov tanishtirdi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.